Honor 400 Lite telefonimiz sotiladi. Holati ideal, aybi nuqsoni yo'q, ishlashlari zo'r. Yangidek korobka dokumenti bor. Zaryadchiga ham olib kelib bersa kerak. Ertaga xudo xolasa kelishib qo'ydik. Ertaga olib kelib beradi. Kanalimiz obunachilari uchun telefonimizni 2.250.000 so'mga beramiz. Vashcha kapeka narxda o'rtoqlar. Honor 400 Lite yangida hech qancha ishlanmagani 8256 talik BG 1 yil servis garantiya. Atiga 2.250.000 so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Xarin Smart do'konimizda sizlarga yangi va ozgina ishlangan telefonlarimizni hammasini qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim etamiz. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi telefonimiz Redmi Note 13 Pro Plus BGS 8 operatorga 256 xotira, holati ideal, aybi nuqsoni yo'q, ishlatib maza qiladigan telefon. Yangidek 120 voltli original zaryadchilaricha bor. Telefonimiz aslida 3 millionga ham arziydi. 2.950 qilib beryapmiz. Stiklo, chexol, bepul dastavka garantiya hamma yo'q ichida. Atiga 2.950.000 so'mga 2 martalab arziydi. Holati yangidek ishlatib maza qilasizlar. Sразу like bosib, obuna bo'lib, videoni yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Poddeshkani ayamanglar. Redmi Note 14 yangidagini so'rayotganlarga marhamat. Redmi Note 14 yangidek hech qancha ishlamagan 6 operatorga 128 GB xotira, 5.5 ming ampere batareyka. Korobka dokument, zaryadchi, stiklo chexollari bilan bepul dastavka O'zbekiston bo'ylab bu ko'rayotgan telefonlarda buni va boshqa hammasini naqd pul yoki muddatli to'lovga ham xarid qilsanglar bo'laveradi. Bu telefonimizni atiga 1.750.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Aloqaga chiqaverasizlar. 6 ga 128 talik hamda 8 ga 256 taliklari bor. Yangisi ham ozgina ishlangani ham. Eng kuchli telefonlarimizdan Xiaomi 14T Pro BGS 12 operatorga 512 GB xotira. Bunaqa narxga topolmasanglar ham kerak, adashmasam vashcha arzon narxda. Mana ko'rishlar mumkin. Korobka dokument, original, zaryadchik, holati ham o'ta ham ideal. Ishlatib maza qilasizlar. Telefonimiz 12 ga 512 taligini yangi salafan pachka deydi. Bu ochilib ishlanmagan desa ham bo'laveradi. Xarin Smart do'konimizda 5.850.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Naqd pul yoki muddatli to'lovga ham xarid qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab aytgan joylarga chiqarib beramiz. Sirrazi sotib olinglar, tavsiya qilamiz. Ham igrovoy telefon, ham rasm, video ishlatishga zo'r, ovozlari baland, ishlatib maza qilasizlar. O'zimizga, oila a'zolariga, yaqinlarga tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Rasm, videolarni tashab qo'yinglar. Sizlar sababli yaxshi telefonlarda arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Keyingi telefonimiz Xiaomi 13T holati ideal, aybi nuqsoni yo'q, yangidek korobka dokument, 67 voltli original zaryadchik, 8 operatorga 256 GB xotira. Holat haqiqatda ideal, yangidek pokiz ishlatilgan telefon. Ham igrovoy, unda ham mazaq o'ynasa bo'laveradi. Rasm, video, internet svязьlari, batareykalarni aytmaysizlarmi, vashcha moshni telefon. Xiaomi 13T BG korobka dokument zaryadchik yangidek holatini atiga 280 dollarga olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. 300 dollarda atrofda sotilyapti. 200 ming so'm cho'ntakka yordam bo'ladi. Yaqinlarga, tanish bilishlarga tavsiya qilinglar. Rasm, videolarni yuborib qo'yinglar. Mana shu videoni podelitsiya qilasizlar, jo'natib qo'ysanglar, ancha foydali, manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. Puliga arziydimi, yo'qmi? Albatta yozib qoldiringlar. Mabodo ozroq pulinglar bo'lsa, ozgina oldindan to'lovni qilib turib, muddatli to'lovga olib borsanglar bo'laveradi. 3 oy, 6 oy, 1 yilga любой telefonni qilib beramiz. Qayerdan bo'lishinglardan qat'iy nazar. Следующий telefonimiz Infinix Note 50 Pro ishlatib maza qiladigan telefon. Vashcha dahshat. 12 operatorga 256 GB xotira. PUBG uchun chiqarilgan telefon desa ham bo'laveradi. JBL kolonka. Ne только PUBG uchun, endi rasm videolari ham zo'r. Nima deysizlar, kolonkalar JBL zo'r ovoz chiqarib beradi. Batareykalari moshni, kamera, dizayn. O'zimizga, yaqinlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Puliga inshaalloh 2 martalab arziydi. Bo'lib ham full komplekt asla 1-2 oy ishlatgan xolos yangidek telefonning holatini ko'ringlar. Vashcha dahshat. Puliga arziydi. Bu telefonni 2.700.000 dan sotyapti rabochilarni. Hozir holati zo'r holatdagisini atiga 2.650.000 so'm beramiz. 50.000 so'm dastavkaga chiqib ketsa 2.600.000 so'm do'kondan kelib olib kelsangiz 2.600.000 qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi, dastavka ham qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Aloqaga chiqaverasiz. Naqd pul yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin.
Следующий telefonimiz Infinix Zero 30 holati ideal aybi nuqsoni yo'q. Korobka dokumentlari bilan ko'rishingiz mumkin. 8256 GB H ekran turishini qaranglar. Holati yaxshi. Endi ozgina